Birinchi sinfga chiqqanda bola hattoki uni ruchkasi yo'qolib qolgani ham u uchun stress bo'lishi mumkin. Boshqa bola undan yaxshiroq papka tutgani yoki daftar tutganiga kimdir e'tibor beradi. Kimdir srazi liderlar ko'rinadi, ekstravert, introvertlar ko'rinadi. O'qituvchilarimiz bu borada juda ham mutaxassis bo'lib ketishgan. Shu narsada siz uyda o'zingizni bolangizni tekshirsangiz, juda ham sizga yordam beradi. Eng birinchi qiynaladigani bitta partada 40 minut o'tirishi bu bola uchun уже stress. Katta odam mashinasini g'ildiragini paqillagani stress bo'lsa, bola uchun ruchkasini yo'qotib qo'ygani ham stress hisoblanadi. Uydagi sizda qaysi struktura, qaysi yo'nalish oldinda ketayotganini bolangiz shunday ko'rsatib bera oladi. Например, agar sizda oilada pul yoki moliyaviy narsalar ustun turadigan bo'lsa, bolangiz borib birinchi u mana kiyibdi, u mana buni olib kelibdi, u mana bunaqa qilibdi deb aytib beradi o'zi. Bog'chadan ham aytayotgan bo'lishi kerak. Sizni uyingizda ijtimoiy munosabatlar birinchilida turadigan bo'lsa, u kelib aytadi: "Voy, mana buni o'g'li ekan, mana bu qo'shnimiz ekan, mana buni bolasi ekan" deb o'zi aytib keladi. Bolangizni tekshirib olish oson bo'ladi. Bilim ustunligi oilada birinchilikda turgan oilalarimiz ham juda ko'p. Farzandingizni kuzatganingizda bu narsani tez ilvasangiz bo'ladi. Ish qilayotgan jarayoningizda farzandingizga faqatgina quloq solib turganingizda ham bolangiz o'zi aytib beradi sizga muammoli vaziyatlarini, joylarini yoki "Men bu qarab bunaqa bo'pti, shuni sen qanaqa qilarding yoki sen nima bo'pti shu" deb aytsangiz, u o'zini so'zlarida aytib beradi. Siz bolangizni analiz qilib olishingiz oson bo'ladi.